Ya bismillahirrahmanirrahim. Voy voy. Bugün hozir mana shu ushlab o'tiribdi-da, oyoqni mayda. Chapaloq ishlayapti. Chapni ham, buni ham. Ikkovini ham ishlayapti. Mana buni ham tolib ketaveradi, o'zi tolyapti buni. Hozir o'tirgan holatingizga ham og'riq bormi? Mana shu yoqqa og'riq beryapti. Yurganingizga ma'lum o'zi og'riq borligi. Bu vaqtdan keyin bo'ladi, boshida o'tkazganman-da. Og'riq, urgan paytim og'riydi. Qo'limni olsam sirasi yo'q bo'ladi bu narsa. Shunday. Qayoqqa qarab yotyapti? Bosh bu tomonmi, pastga qarab yotyapti. Mana belimga ro'mol ham bor ekan. Yechingda Ro'mol ro'mol. olib tashlang. Ichikmi? Ro'mol olib tashlang, bo'ldi, men kiyimlarni yechish shart emas. 4-5 kundan beri tashab yuribsiz-ku? Ha. 4-5 kun. Privichkaday bo'lib qolibsiz sizga. Privichkada yo'q qoldi. Sal qo'yavermay azab berib, ana shu keyin qaysi tomonga bukilsangiz jiz etmaydi-ku, shu tomonga qarab ketaveradi odam. O'zingizga udobni qilib yuraverasiz. Ha, men qarang, biz og'riyapti o'zi oyoq. Og'rimasa sheygacha kelmasdingiz-ku. Shunga Qo'l yonga qo'ying. Mana shuni yanaşmoqda. indamagayapti. Bo'sh qo'ying o'zingizga. Oyoq sinmagan, ha? Yo'q, Keng, mana shuni videoga berishim. Oxiriga ham olasizda shuni, esidan chiqmasa. Ko'rdingiz-a? Tegmasa. Yelka og'riqlarini aytmayapsiz. Yelka og'riq shu kuni val bilan o'ynadim, shundan keyin og'rib qolgandan keyin aytmadi. Ha, valdan keyin bo'lganda. Ha, val bundan keyin deb o'ylab. Qo'lingizda uyish ham bormi? Bor mana shu yelkada. Besh qo'ying. To'xta. Ha, besh qo'ying. Bitta shu. Besh qo'ying. Yana qarang. Qanday? Ya, qani gavdangiz to'g'ri bo'ldimi? Qimillatolmaydingiz bu tomonga. Nabarat. Mana bu Ha. O'tiring, o'tirib turingchi, o'tirib tura oladimi? Qanday? turolmamki, asta. Tez qiling. Nima dedingiz? Men tuz yig'ilgan dedingiz. Asta qandiroz deyiladi. Shu kuni val o'ynab, mana qo'limni bir 2 kun bildirmay yurdim, qololmayman bu yerda. Mana bunday qimirlatsam. Endi ko'taringchi. Yaxshi. Qutulba sizda karta bormi? Bak, qanaqa ketdi. So'radi.